Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Navbatdagi obyektimiz ham xudo xolisa yakunlab qoldik. Bir tanishtirib o'tsak, xudo xolisa buni obyektimiz razmerlariga keladigan bo'lsak 1,5 ga 250 bo'ldi. Bu yer razdevalka xona bo'lib turibdi. Devorlarimiz полный kraska bo'lgan, masalniy kraska holatida bo'lgan. Arzon variantida bo'lib turibdi. Sokillarimizga esa sokillarimizga 60-30 santimetrlik qilib polni aylantirib, mana ko'rib turganingizdek kafel bosib chiqdik. Bu tomon glavniy xod, kirish eshigimiz. Kirgandan keyin o'ng tomonga filtr joylashdi. Bu yerda kachalkadan suv iste'mol qilar ekan, shuning uchun filtr qo'yib ketdik suvni tozalash uchun. Bu yerga motor qo'yildi. Bu yerga 80 talik ariston qo'yildi. Bu tomonga esa shit shit avtomat qo'yildi. Yoniga korobka qo'yib ketdik. Pataloylarimiz polni dekor plas bo'lgan. Bitta yorug'likda yaxshiroq qilish uchun bitta germetskiy lampa qo'yib ketdik. Bu yerga pol avtomat bo'lgani uchun kir mashinasi, bu yerga bitta semisilitr qo'yib ketdik. Issiq suv, sovuq suvni bemalol ligirovka qilib kirni yuvish uchun. Bu ikkitali razvedkamiz bittasi bu kir mashina uchun. Xudo xolasa bu razdevalkani tanishtirib o'tdik. Bu yerga 70 ga 1.90 qilib eshik qo'yildi. Bu ichkari hammom. Xudo xolasa hozir ichkarini ko'rsatib o'tamiz. Ichkarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ichkarimizni ham razmeri xuddi shunday 1,5 ga 2,5 bo'lib turibdi. Kirishda to'g'rida 60 santimetrlik rakvina joylashgan, shkafli rakvina. Polni devorlarimiz dekorativniy panel bo'ldi. Pataloy bu ham xuddi shunday dekor plas bo'lgan, bitta lampa qo'yildi bunga ham. Bu yerda rakvinani oldiga mana so'g'in qo'yish uchun stakanchik, qo'l bet sochiq uchun ko'lsa qo'yib ketdik. Bu yerga esa dushovoy semisilitr o'rnatilgan. Xudo xolasa ajoyib holatda. So'g'in shampun uchun polka qo'yib ketdik bu yerga. Traplarimiz mana bu yerga trap qo'yildi. 50 santimetrli trap. Ukloni bu tomondan polni shu trapga boradi. Bu tomonga esa bitta portishga qo'yilgan. 50 ga 30 portishga qo'yilib ketdi, havoni almashtirib turish uchun. Bu yoqqa, bu tomonga esa sushilka, ham vishilka bo'ladi. Shunday qo'yib ketdik. Xudo xolasa hamma yo'q ajoyib holatda. O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa xizmatlar mavjud. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Nomerlarni qoldirib o'tamiz. Bu yerga bu yerda aytmadim, bu yerda razvedka qo'yib ketildi. Soqol-poqol olish uchun, soch quritish uchun bitta razvedka qo'yib ketdik. Razvedkani bu tomonga qo'yishim mumkin-ku deydigan ayrim fikrlar chiqib qolyapti. Bu yerda endi dushovoy suv sachramasligi uchun, dushga yaqinligi uchun bu tomonga qo'yib ketdik. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab usta xizmatlar mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videoda xato kamchiliklari bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Svet o'chgani uchun, svet yo'qligi uchun ozgina sifatsizroq bo'lib qolyapti videomiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab, like bosib, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ysanglar, shu kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, qildirmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa, bemalol shu videoni jo'natib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa xizmatinglardamiz. Xato kamchiliklar uchun uzr. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Biz ishlarimizni barcha qilayotgan ishlarimizni to boshlab bitgungacha qadar birma-bir qo'yib boramiz.